Shu nima qilasan yig'lab? Lola bo'ldi qilgin. Ota-onasi uylantirayotganmi shuni? Men uning uchun Xo'sh, o'shalmagan orzu bo'lib qolarmishman. To'ylari chet elda bo'larkan. qo'y, siqilmagin. Menam yigitim yaqinda tashab ketdi. Rosa qiynaldim. O'lib qolganim yo'q-ku. Sen o'lganing yo'qdir, ammo men chidolmayman. Sen men uchun yaralgansandir. Voy, u ham faqat meni sevardi. Mayli, qo'y, yig'lama, Lola, siqilma. Qaranglar. Undan faqat Yaxshi bo'ladi hammasi. mashq qoldi. Qani? Voy. Oynis, yig'lasang arziydi. Вообще красавчик. Voy. Qani? Haligi salonimiz xizmatidan foydalanganingiz uchun sizga alohida tashakkur. Karina. Ketrin. Men Ketrinman. Bilaman. Lekin asl ismingizni atrofdagilar bilmagani ma'qul. Yana qachon kelasiz? Mana shu ajoyib prichoskangiz buzilganda albatta kelaman. Oy. Oh. Shoshmang. Bu nima qilganingiz? Karina. İsmim Yodgor. Yodgor. Siznikichi? Juda yaxshi. Keling shuni ushlab turing. Har uchrashuvga chiqqanimda tavba qildim. Bilmadim negadir qo'lim qaltiraydi. Bu yoqqa qara. Namcha titramasang, Kelaysining ko'zi teshvor edyapti. Men hojatga chiqib kelaman. Qistab ketdi. qistamay tursin. Ey, qizni ko'ryapsanmi? Tirsillagan shaftoliday qo'ling tegib bo'ldi. Shaftoli qishlatıyor odammi? Jinni, gullucha shaftoli. Sallaqina. Uyatchanligini qara. Yerdan ko'zini uzmaydi-ya. Hey. Voy, Bo'shmisiz? Ha, Ketdik. kimdan qochyapsan? Ola xurjundan. bolajonim, bugun spektaklim. Kelib sochimni to'g'rilab ketmaysanmi? Oyjon. Siz hamisha yodimdasiz. Voy, keladi. Ariza ochtirayman. Tekstni o'qish kerak. Dadang Don Juanni o'ynayapti, sen bo'lsang. Alo. Bujon, uyingizni yig'ishtirib qo'yaman, xavotir olmang, xo'p? Voy, boshim.
Salom. Salomat opa. Salomatmisiz? Ha, Maqtayman. O'zing qalaysan? chakkimas. Juda go'zalsiz-da. Sochingizni bo'yapsizmi? Ha. Qalay? Baqlajon. Nima? Haligi baqlajon rangi demoqchi edim. Ha. Bilasizmi siz? Menimcha shokoladning rangi bo'yasangiz, yanada maftunkor ko'ringan bo'lasiz. Erimni kelishini kutyapman. Muddati tugab shunaqami? qoldi. Ha. Bilasizmi? Mana bu sochingizni super elegant rangga bo'yab, prichoskani doddasini qilib beraman, ha? Faqat kechagi ziyofatdan keyin uyingni yig'ishtirib berishim kerak, shunaqami? Shunaqa. Panatkangizga gap yo'q. Bo'lmasam-chi? Kecha menga qara, nima ziyofat bo'ldi? Hamma yoqni boshingga ko'tarding-ku. Ha, gapir. 18 yoshga to'lganimni nishonladim. 3 yildan beri 18 ga kiraverib charchamadingmi, ha? 18 ming olam oshig'i gar boshingdadir. Ne ajabchun sarvinozim 18 yoshingdadir. Ayollarni naq terisiga kirasan-a? Ha, endi. Yuragingga qoyilman-e. Bu yurak emas. Jononlar yotoqxonasi. Voy, sharmanda-ya, nima degan odam bo'ldik, sharmanda. Voy, qiz tomon nima deb o'ylading-ki? Oyjon, o'zingiz bosib oling, bo'ldi endi. Qisishma yur. Oydekkina. Kulib turibdi. Bunis bo'lsa, qochdi-yu ketdi. Illa pashay. Ha, qiz yoqmayotgandir. Ha, uylangiz kelmayotgandir. Voy bo. Mana yurgan ekan mana. 5 ta qizdan keyin o'g'il tug'dim nima? Uyimni erkak emish. Voy. Balki ukamga qizlar umuman yoqmas, oyi. Nima? Nima uka hezaraymi? Oyi? Jim, To'g'ri-da. Ertaga hammasi ketadi. Uyiga. Men uyda qolaman. Qo'lim ko'sa, sochim supurgi bo'lib. Uni olib. Qizga qarab. Bittagina tirishsa bo'ldi. Ha, bu yog'ini menga qo'yib bermaysanmi? Yopishtirardim, qo'yardim. Bo'ldi qiling keni. Nima? Qilaymidingiz, yopishtirasiz. Choy ichib oling. Choy. Oling. choy. Hamma menga tarbiyada deb naqab qo'yib olishibdi. Ana, yodgori tarbiyadasi kelyapti deyishganini o'z quloqlarim bilan eshitdim. O'zingiz bosing. Tamom, vassalom. Bugundan boshlab hech kimning eshigini borib taqillatmayman. Bo'ldi. Yo'q, yetar. Bo'ldi. Amin. Allohu akbar. Hay. Bo'ldi. Tir. Hay. Bo'ldi, yetar. Jonimga tegdi. Kelgani bo'lsin. Bo'lmasdan O'taysan ham. Kim u? Assalomu alaykum tog'ajon. Yelkangizni uqalab qo'yaymi? Hoppa. Sen bu yerda nima qilyapsan? O'tmishingizni tomosha qildim. O'shanda ham ulug' bo'lgan ekansiz. Buvimga rahmingiz kelsin. Qiz qidirib charchadilar. O'zim mehribonman. Tog'ajon, qizilidan qochib yursangiz, menga o'xshagan qizni sizga kim tug'ib beradi? Senga o'xshagan qizni menga Xudo beradi. Gapingiz to'g'ri-yu. Bir sirni sizga aytaymi? Bir qizga uylanib, uni sochini silaysiz. U sizga kichkina chaqaloq olib beradi. Bildingizmi? Sen qattan bilasan? Seriallarni ko'rmaysizda? Mana, Xinoli qor serialida
Ali muallim Nazarning sochini silagandi. Nazar o'g'il tug'di. Ali muallim o'zi ham bilmay qoldi. Yo'q, ey. Yodi, uchrashuvdan qochib to'g'ri qilsan. Anu xolalar haqida bir g'alati gaplar eshitdim. Bir shaddodmi, bir uchiga chiqqan shalliq xolalari bor ekan. Bir nimani nima deb o'rgatmasdan? Ha, oyi, haligi uchrashuvdan qochib bekor qilsan devoman. Xudoyim. Mana shu kunning so'raganmiding, Yodi? Ha. Mana dazmollab qo'ydim. Qizim, yur. Ukam, ehtiyot bo'lgin. Tag'in yana burningdan ip o'tkazib olishmasin. Qani siz, Xadicha xonim? Yuring. Hozir oyijon. Bo'la qoling, qizim. O'tirursin. Oyijon, hozir. Faqat ertalab maktabga kech qolish yo'q. Xo'p. Maktabimizga bitta chiroyli ustoz kelganlar. Sizga o'shani gaplashib beraymi? Ha, tirinchi. Otasiz. Beva boshim bilan 6 bolani o'stirdim. 5 ta qizni tarbiyalashi o'zi bo'lgani yo'q. Xudoga shukr, hammasini egasiga topshirdim. Lekin shu nima qilasan? Guruch tozalayapman. Ha. O'g'il bolani ish qiyin bo'lar ekanda. Nimaga? Mana shu kuydirdi. Yanglishmasam 97 da joyga sovchilikka borgandirman. Indamasdan uchrashuvdan qochib ketadi. Qizlar yoqmasmish. Endi amma ayb o'zingizda-da. Nima? Odamlarga qo'shmadingiz, demoqchi edim. Endi qachon qarama orqasidan poylaganingiz poylagan. Menga ham qo'shmadingiz. Sen artist bolasi deb kelishingga osh qilatuvdim. Haday yashiribdimi? Yaxshi. Ichmasin, chekmasin, yomon yo'lga yurib ketmasin deyman-da. O'zi mana nimaga chaqiruvdingiz, amma? Sen o'zimnikisan. Menga aytmagan dardlarni senga aytib qolish mumkin. Yuragini bilgin, dardini bilgin. Tag'in sho'rimiz qurib kuyovlarim oldida sharmanda bo'laman-da. Nima demoqchisiz bu bilan? Tunov kuni ishxonasiga bordim. Tumonat qizlar bilan ishlaydi. Chetdan turib kuzatib turdim. Bitta qizga qaragani yo'q. Voy, qizlargacha reaksiya 0. Ha? Ha? Yo'q, ey. Qizlar yoqmasa, tag'in haligi anu sho'rimiz qurib ko'karib ketgan bo'lmasiz. Haligi anu qayerda edi? Anu boru. Haligicha yolg'iz o'tirib olib. Astagfirullah, o'zing asrayman. Hali men bilan o'ynashmoqchimi? Meni kimligini bilmaydi shekilli. Ay, kim bor dedim, chiqaman men. Bu dedim. To'xta, ey. Sapu nima qilasan ishdan qilsan? Voy xudoyim. Hay! Kim bor? Qani, chiq bu yoqqa. Chiqov. Voy, kelinglar. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Voy. Assalomu alaykum. Assalomu Yaxshimisiz? alaykum. Karimpa. Yaxshimisizlar? Hoy, yigit-tugula qani? Chaqiring. Voy. Opa. Qiz sizga yoqmay qoldimi? Voy, yo'q. Chaqiring o'g'lingizni. Chaqiring devoman patsanni. Voy. Qalini. Chaqiring tez. Voy. Tinchlikmi o'zi? Kecha o'g'lingiz jiyanimni lo'q qilib ketdi. Ha, Nima qilib ketibdi? Uchrashuvdan sirpanib ketdi. sirpanib. Bo'ling. Tushunmadim. Chaqiring menga. Bo'ling.
Chaqiring degandan keyin chaqiringda. voy o'zingizni bosing, to'xtab turing. Hech narsani tushunmadim. O'zingiz kimsiz? Voy, Xoli, Voy. meni tanimaganmishlar. Menga qarang. Men Chorsli Sapura bo'laman. Kichik qizichi, Randoy xolasi bo'laman. Xolasi. Voy, tushundim. U passanchi men bilan hazillashmasin. Hop. Sindiribchi yoyib chochib tashlayman. Tinchlikmi, nima gap? Sapu uyda o'tirgan ekan pismayib. Voy. Mayli. Choy damlab bering, iltimos. Hop. Boring. Voy, tavba. Ushaman buni. O intelligent. Sen hali men jiyanimmi mensimadingmi, a? Jiyanim senga padarka emas. Menga qara. Meni jiyanimni ketidan qancha mesli cho'tka yigitlar yurgan bilasanmi? O'stalba. Hozir lampochkani o'chirib qo'yaman. Jahli chiqsa go'zal bo'lib ketarkansiz. Menga qolsa shu go'zallikni ko'rish uchun har kuni jahlingizni chiqargan bo'lardim. Qo'lingizni qaynoligini. Kuydiradi-ya. Pochchamga havasim kelyapti, pochchamga. Amma? Ha, Bu o'g'li sal g'alchami deyman. nega unaqa deysan? Uylanmaydimi? Jiyaningiz ham sizga o'xshaydimi? Xuddi o'zim. Demak, go'zallar malikasi ekan. Afsus. Uylanmagan bo'lganimda. Uka. Gap aylantirma. Xoli, men mashinani zavat qilib tur, xo'pmi? Bul. Ha. Kir. Marojni yeyishgan berishmaydi. Lekin Voy, tavba. lekin dushingiz odamni jinni qildi. Originalmi? Конечно, original. Bizani hamma yog'imiz original. Yo'q. Biza prostoyni-chi umuman ishlatmaymiz. Muskoy ham bormi? O'zingizgami yo? Albatta o'zimga. Siz bilan hidimiz bir xil bo'lsin demoqchiman-da, Sapuraxon opa. Kompliment qilyapti deb o'ylayman-ku, lekin ketib o'rgan jonon ekansiz. O'ravasanmi, uka? Yo'q, bor gap aytyapman. Ha? Nima? Meni qizligimda ko'rmagansan-da. Hozir ham sharbatga botgan olcha deysiz. Qo'chqor ekansan-ku, uka. Ayo, men qo'chqor emas. Men kalitman opajonim. Любой qalb eshigini ochib kiradigan. Ha, siz biz uchun kalitchasiz, uka. Eshigimizni bekitib, ustidan suv tortib olganimizgacha ancha bo'lgan. Sovuq ekan-u. Bitonni teshamiz opajonim. Ha? Sal katta ketib bormadingizmi, uka? Ha. Jiyaningiz bizga nasib qilmagan ekan opajonim. Keling endi siz bilan opa-uka tutunib qo'ya qolmaymizmi? Shaharni prestij salonlarini super avangard prichyoskalar ustasi Joni desangiz. Xo'sh. Любой boshida sochi bor ayol mana topib beradi. Kaminani kamtarona vizitkalari. Xudoga shukr. Marhamat. Nima ham dirdim. Ehtiyot bo'ling. Hayotda hamma narsa bo'lar ekan. To'g'ri. Shuning uchun sizchi siqilmang. Men nimaga siqilar ekanman? Axir sizdek go'zal opajonim bilan tanishdim-ku. Bu axir men uchun cheksiz baxt. Ipodromda meni 5-6 ta to'chkam. Ha. Endi Sapu desa meni hamma biladi. Shu Sapu. bu narsa Nima qilyapsan? Men hech narsaga tushunmayapman, bo'l tez.
Shu bilsangiz, bu oxirgi marka. Bo'lmadi. Rahmat. Endi erimdan ajrashganimga 5 yil bo'lgan. Gap yo'q. O'tarsiz. Xudo saqladi ya. Yashayapsan bor ekansan, jiyan. Sho'ringiz qurib qopti-yu, amma. O'g'lingizni 5 ta qizga qo'shib tarbiyalab qo'yibsiz. Yo'q. Ha? Jon jiyan. Ha? Iltimos. Nima qilsang qil. Kimga olib borsang olib bor. Oldimga uylanaman deb kelsin. Iltimos. Mayli, bitta shartim bor. Ishingga aralashmayman deb so'z berasiz. Xo'p. So'zingizdan. Mayli. Qaytmaysiz? Yo'q. O'zi qani? Hozir keladi. Sizlarga shirinlik olib keldim, deydi. Hozir 6:30 da keladi. Unga qarab soat to'g'rilasak bo'ladi. Soating necha bo'ldi? 6:29. 1 minut qoldi. Assalomu alaykum. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Ana. Bugun sizlarga shirinlik olib kelmadim. Hazırlaştım. Mana sizlarga shirinlik. Assalomu alaykum tog'ajon. Voy. Mana senga tort. Rahmat. I wanna be loved by you, just you. Assalomu alaykum. Nobody else but you. Ye. Qalaysan? Qanaqa bo'chiladi? Yaxshi. To'xta. Lentishgan yetish kerak. Mana. Bolalar, G harfini daftaringlarni 2 betiga chiroyli qilib yozinglar. Uydagilarga aytinglar, yordam berishsin. Dars tugadi, hammaga ruxsat. Madina, Labbay. daftaringni ko'rsatchi. Mana ustoz. Yaxshi, hammasini to'g'ri yozibsan. Senga yana qo'shimcha dars beraman, xo'pmi? Xo'p. Kecha unga telefon qildim, trubkani olmadi. Qalay? Super. Gap yo'q. Ishingiz uddasidan chiqdingiz. Aytgancha, menga o'xshagan xonimlar doimiy mijozingiz bo'lib qolsa, har holda bunga yodamassiz. Albatta. Sochlaringiz qo'llarimga qanchalik jon bag'ishlaganini bilsangiz edi, men bundan baxtiyorman. Buni qarang. Chiroyli Ana chiqdi. bo'ldi. Marhamat. Rahmat. Alo. Va alaykum assalom. Jonimi? U kim bu so'rayotgan? Hozir qarab ko'ray. Joni bu yoqqa. Boshqa ginekolog so'rayapti. Jonmori. Kechirasiz, u chiqib ketibdi. Yo'q, modelni agentligiga chaqirib ketishuvdi. Bilasiz, bizni Jonini hech tinch qo'yishmaydi. Bo'pti, aytib qo'yaman, bo'pti. Atvot bervardim. Yana освежитель deb oldingizmi? Kechagina restoran sovg'a qiluvdim sizga, Asapa. Qizimga bervardim-da. Освежительmi, dezodorantmi, nima farqi bor? Hidi bo'lsa bo'ldi-da. Asapa.
Ey, Ha. qani tezroq yur. Hop. Ey, Ha, sen qayoqqa? uyga? Xotin xalachi ichida nima bor senga? Sizga qarashaman. Uyat bo'ladi. O't bu yoqqa. Ishing yo'q. Ma. Jiyanim Jahongir bor-ku, seni kutyotdi. Ma Kech o'sha. bo'ldi-yu. Kech bo'lgan yo'q, o'sha pulni. Proiznoyim bor. Borsan-chi. Yuri savatga. Hop. Nima borib kelgin bolam. Sizga nima kerak? Sotmoqchiman. Nimani sotmoqchisiz? Haligi sochimmi? Shundoq sochni-ya? Aytishlaricha, tabiiy soch qimmat turar ekan. Keyin afsuslamaysizmi? Haligi poyezdda uxlab qopman. Uyg'onsam narsalarim o'g'irlab ketishibdi. Keyin sochishga boshqa hech narsam yo'q. Voy. Sochingiz dag'al ekan. Voy. Nimaga dag'al bo'lar ekan? Iltimos, kesib qo'ya qoling. Iltimos. Uzr, kesa olmayman. Bunaqa sochni sotib ola olmaymiz. Keyin buni ustiga vaqtim ham tugadi. Xullas, bilasizmi? Mana bu mendan sizga. Voy. Mani tilanchi deb o'ylayapsizmi? Bo'ldi, gap tamom, vassalom. Asefa. Mana stolim ustini yig'ishtirib qo'ying. Jahongir. Kim u? Keldim. Assalomu alaykum. Yodgor. Yaxshimisan? Ketdik. Jahon, men qara. Qizlarga qalaysan? Ha. Oyim aytganlar-da. Har bir qiz bu sani singling, oping deganlar. Shuning uchun ularni xafa qilmayin deb o'rgatganlar. To'g'ri aytibdilar. Onamizni, singlimizni, xotinimizni asrashimiz kerak. Mana sen. Biron qizni haligi yaxshi ko'rganmisan? Men Sen. qo'ysin-chi. Uyalma, gapiraver. Balki biron asal shakarlari bordir, ha? Gapiraver endi. Ammamga aytmayman. Men seni bitta joyga olib boraymi? Qayoqqa? Haligi asal shakarligi. Rostdanmi? Qanaqalariga? Endi o'tda har qanaqasi bor. Mana dedim nozik. Mana ko'zimga to'g'ri keladiganlari bormikan? Assortiment. Oo, aytdim, bu bola bekor yurmasa kerak deb, ha? Endi bilasan-ku. Bu kiyimlaring bo'lmaydi. Bilasanmi, avvalan bor. Kiyimlarimizni almashtiramiz. Keyin yangi kuyovlardek bo'lib, assortimentlarni ko'ramiz, xo'pmi? Ha, mayli. Ketdik. Hayda bo'lmasa.
Oh, I feel good. I feel good, maybe. I feel right. I feel so good, so right. I get you. Oyun ko'rsatmasida qilib yuribdilar, Oyimga aytsam, urishaladi. Qara, Shunaqa narsani yomoniga aytib bo'larkanmi? asallar, shakarlar. Yaxshi. Qayerga kelamiz? Tez yordamga. Hozir chiqaman, shu yerda tur. Ey Xudo, ish qilib sog' Bu yoqda bo'ling. nima qilyapsiz? Kutyapmi? Uyimgacha kuzatib kelgani uyalmaysizmi? Voy. Mani o'rayapsizmi? Nima? Qoching yo'limdan. Bezori. Voy tavba. Kim bezori? Tuhmat qilishga uyalmaysizmi? Yana bir marta sizni shu yerda ko'rsam, mendan yaxshilik kutmang. Keting. Keting dedim. Hozir baqiraman. Xo'p, ketdim. Faqat baqirmang. Qarab turibman. O, qayoqqa? Bu yoqqa kel. Namucha qolib ketding, tez chiqmaysanmi? Mani bu yerda qizlar o'rayapti. Bo'ldi, gaplashdim hammasini. Bugun bo'sh ekan. Qolsin ko'rib qo'yaman dedi. Nima men daydi aytmanmi? Dush kelgan joyda qoladigan, uy ketaman, onam xavotir olyaptilar. Hech qayoqqa ketmaysan. Oyim bilan o'zim gaplashaman. Meni uyaltirib qo'ymagin yana. Nima qilishim kerak? Ertalab tamiri qulog'ingga tambur chertdimmi? Agar ko'rmasa-chi? Ko'rib qo'yadi, jon deb ko'radi. Bu ne ishi, tushunyapsanmi? Sog'lig'ingni tekshirib ko'radi. Tag'in qochib ketib o'tirmagin, ha? Salom qol. Nima esing joyidami? Tepangda endi shag'am ushlab turishim qoluvdi. O'lichka. Yigitni sizga topshirdim. Bo'ldi. Nozlanib ham ko'rchi. Voy, shoshmang. Bir Shoshmang. pas jim turing. U yoqda emas. Shu yerdami? Yo'q, u yoqda emas, bu yoqda. Ana topdingiz. Bo'ldi. Uzr, qo'lim bilmasdan tegib ketibdi. O'zi buzug'ida. Hechqisi yo'q. Yangisini olishim kerak edi. Ha, hozir tuzatib beraman. Faqat atyurtkingiz berib tursangiz bo'ldi. Hozir bezori. Shuni chakmay qo'ya qoling. Hidiga xushim yo'q.
uyimga haqiqiy erkak ekani endi bilinyapti. Shu mahalgacha kelishmaganmidi? Erkaklar emas, mijozli kelishgan. Buni nima ahamiyati bor? Telefoningiz ishlaydimi? Shunda uyga qo'ng'iroq qilib, oyim xavotir olyaptilar. Haligi go'shini hech kim ko'tarmayapti. Uxlab qolishgandir. Balki vino icharmiz. Vinomi? Balkim kerak emasdir. Ismingiz nima edi? Mani Olichka deb chaqirishadi. Ha, yo'q, ota-onangiz qo'ygan ismni so'rayotgandim. Ota-onam qo'ygan ismim O'g'loy. O'g'loy? 5-opam ham ismlari O'g'loy. Nega qo'lingiz buncha o'pqachasiz? Mana bu sizga. Rahmat. Voy, uzr. Joyiga ilib qo'ya qoling. Uzr. Anu, oilangizda yigitlar yo'qmi? O'g'loy. Men oilada 4-farzandman. Eng kenjasi. Mendan keyin o'g'il bo'lsin deb O'g'loy qo'yishganda. Ko'p gaplashib bordik. Muolajani boshlay qolaylik. Anu, vanningizda bir narsa shang'illayapti shekilli. Vannani jo'mragi. Nima, buzilganmi? Tuzatib beraman. Yo'q, shart emas. Men o'lguday yoshligimdan buzilgan narsalarni yomon ko'raman. Tuzatib bera qoling. Salom. Buman. Iltimos, sochimni sotib oling. Uyimni qanday topding? Asiya opa berdilar. Iltimos, yo'q demang. Ko'chada qoldim, menga pul kerak. Uyimda dam olishga haqqim bormi? Kecha pul berdim, nima qilding pulni? Yetmadimi? Menga ehsoningiz kerak yo'q. Soch sotib olamiz deb e'lon bergan ekansizlar-ku. Mana sochim. Kesib oling-da, pulini bering. Menga qaragin, bilasanmi, mana shu yerimga kelding. Uyating bormi san o'zi? Jo'na bu yerdan, bor. Bor, jo'na. Hech qayoqqa ketmayman. Sochimni sotib olasiz. Yaxshi. Kir. Nega kirar ekanman? Men siz o'ylagan qizlardan emasman. Menga qara, nimaga boshimni og'rityapsan? Nima, podyezdda olamanmi sochingni? Bugun sochingni sotasan. Ertaga Nima?
Isming nima? Layla. Layla? Chiroyli ism ekan. Layla. Majnuning qani? Hazillashdim. Balki qorning ochgandir. Bu narsa yeb olarsan. Sochimni kesing. Shunaqa ham qaysar bo'ladimi odam? Sochingni kesdim deb hisoblayver. Mana bu sochingning 2 hissa puli. Bunaqa qizil kitobga kiritilgan sochni kesish gunoh. Ochig'i qo'lim bormaydi. Ha, ismim Jahongir. Kim o'zi? Menga xuddi singlisiga mehribonlik qilayotgan akadek munosabatda bo'lyapti. Menchi? Men bo'lsam uni kim deb o'yladim. Ey Xudoyim. Qani endi meni ham shunaqa akam bo'lsa edi. Mehribon, aqlli. Tavba. Ishongin kim edi? Hatto ko'zimga tik qaramadi. Xuddi go'dakka o'xshab uxlashinichi. Nega yig'layapman o'zi? Alamimdanmi yoki aksimni ko'rganimdanmi? Onajon, meni shunaqa hayot uchun qiynalib tuqqanmidingiz? Hey. Endi qachon ko'rishamiz? Hech qachon. Samira. Jonim. Hey, turing. Kimsan? Bu men kechagi qiz. Ketyapman. O'shani aytib qo'ydim. Qayoqqa ketyapsan? Bilmadim. Narsalarimni qidirib ko'ring. Hujjatlarimni qaytarib berishar. Ha, aytganchi, sizga nonushta tayyorlab qo'ygandim.
Joy uchun rahmat. Xayr. Nuqul kech qolamiz-a, tog'a. Xotirama. Hozir uchirib olib borib qo'y. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Uzr kech qoldi. To'xta. Bo'ldi kir. Xo'p, o'ziz o'qituvchimizni bu yoqqa chaqirib, Hadicha chaqaloq ukasiga qarab turgani uchun kechga qoldi deysiz. Qanaqa chaqaloq? Oyi hali tug'madi-yu. Baribir ham bir kunmas bir kun tug'adilar-ku. Yaxshi niyat qilsam nima qilibdi? Bo'pti. Soching to'g'ri. Hozir bolalar. Bizni kech qolganimiz sababi. Kir ichkariga. Xo'p. Siz uni adasimisiz? Tog'asi. Boshqa kech qoldirmang. Xo'p. Uzr, ishxonada qo'lim tegmadi. Hozir sochingizni uyda o'zim chiroyli qilib bo'yab qo'yaman. O'zingizni tanimay qolasiz. Xayriyat. Xo'jayiningiz qayerda dedingiz? Erim bir oydan beri chet elda. Kelishiga sal o'zimga qarab olay dedi. Nahotki shunday go'zal xotinni tashlab biron joyga ketish mumkin bo'lsa? Juda ham shirin so'z ekansiz. Kasbim shuni talab qiladi. Salom. Yana keldingmi? Keldim. Kim bu? Bumi? Anavi Majnunmi ismi? Ayol Layla. Narsalarim topilmadi. Hech qayerga keta olmadim. Layla, bugun uyimdan joy bera olmayman. Ko'rib turibsan-ku, mijozim bor. U anavi adashganlardan emasmi? Ularda bet bo'larmidi? Hamma bet erli xotin bo'la turib, eshikma-eshik yurgan bevafoda bormi? Nima deding? Oshga tushgan pashsha, og'zingga qarab gapir. Sekin. Layla. Kecha yetarlicha pul beruvdim-ku. Yana pul so'rab keldingmi? Soching bir bahona ekan-da, ha? Yari. Ket bu yerdan. Bor. Xudoga shukr. O'zingga keldingmi? Mani kechiring. Qo'rqasanmi? Momaqaldir odammi? Qo'rqaman. Mijozingiz. Jo'natib yubordim. Sizlarga xalaqit berdimi? Nega pulni tashlab ketding? Sochim boshimda qoldi-yu. Kun bo'yi och yurgandirsan. Ish topgunimcha maylimi siznikida tursam. Ijara haqi o'rniga uy ishlaringizni qilardim. Iltimos, yo'q demang. Mijozlaringiz keladigan bo'lsa, men sizga xalaqit bermayman. Chiqib turaman. Biz rozi. Men rozi.
alaykum assalom. Kelyapsizlarmi? Va alaykum assalom. Munira yaxshi kelyapsanmi? Oydinoy, yaxshimisiz? Va Va alaykum assalom. Sinfga Bolalaringiz kelyapmiz. o'rganib qolgan qancha? Ha, rahmat. Tog'a, muncha lalayapsiz. Yuring, tezroq. Bu bolalar qiynab qo'yishmayaptimi? Yo'q. Matematika o'qituvchisi hozir ustozimizni ilib ketadi. Siz Aziza ochib qolaverasiz. Xo'p, mayli men boray. Hadicha, tog'angga aytib qo'y. Ertaga ota-onalar majlisiga kelsinlar. Hadicha ustozingga aytib qo'y, majlisga oyim keladilar, tog'am ishda bo'ladilar degan. Tog'angga ishdan kelgunizcha ustozim qo'shimcha dars o'tib turar ekanlar degan. Hadicha, ustozingga aytib qo'y, qo'shimcha darsi yonida turganlarga o'tsin. Xayr, Hadicha. Ustoz, oshirib bormadingizmi? Sinfga kir. Uy vazifasini yozib oldinglarmi? Unda javob. Ertaga ko'rishguncha. Xayr. 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 Xayr, xayr. Xayr, bolajonlar. Xayr. Xormang, Oydinoy. Salomat Charchamadingizmi? bo'ling. Yo'q, rahmat. Eshitishimcha, onangizga yoqib qolganmishman. Oyim fol ochirgandilar. Yulduzim, yulduzingizga to'g'ri kelar ekan. Yo'q. Tog'amlar-chi, har kuni ishdan keyin Bibigon degan kafega kirib, shirinlik yeydilar. Keyin menga ham olib kelib beradilar. Men folga ishonmayman. Marhamat. Assalomu alaykum. Yana o'shami? O'sha. Mana. Kelib turing yaxshi. Yaxshi. Kostyum uchun rahmat.
arzimaydi. Tinchlikmi? Chidolmayman. Ha? Men uni yaxshi ko'rib qolganman. Kimni? Oydinni. Uni ko'rsam, portlab ketadigan deyman. Uylansam, faqat shu qizga uylanaman. Ey, shoshilib uylanish, dushman bilan bir yostiqqa bosh qo'yish degan uka. Ha. Assalomu alaykum. Suvdan ichib oling. Yaxshimisiz? To'xta. Farosatini qara. Kim u? Ha, u xizmatkorim. Ish qidirib yurgan ekan. Ha, ish qidirib yurgan ekanmi? Chiroyli ekan, a? Chiroyli? Oddiy qiz. Ha. O'rab ko'raymi? Ha, o'rab ko'raman. Vaqti yo'q hozir. Unda ko'ylagimni dazmollatib oling. Ismini nima deding? Kimmi? Anu xizmatkoring. Layli? Layli. Ha, bu Majnunis bormi? Hozirgi laylilar Majnunga zo'r emas, bilding? Ana bu yerda dazmollashing mumkin ko'ylagingni. Xizmatkoring bo'lib turib, men dazmollayman. Olib keling ko'ylagingizni. Mana. Ushlab tur. Hozir. Voy, Ma, nima qo'shsan? ishim ozgina g'ijim bo'pti. Dazmollatib oling. Ha, ayting-chi Layla. Siz ko'ylak dazmollayotganingizda ko'proq qatiga ahamiyat berasiz. Yoqasigami yo yengigami? Yo, dazmollashsang-ki, ertalabgacha jo'mray tozalashmas. O'zing uyalmaysanmi qiz bola oldida tursuvda turishga? Chiqchiqqa uyat sharmanda. O'zing chiq. Bandam. Chiq o'zing. O'zlaridan bo'lsin, ustozning hurmatlari bor. Yo, o'zlaridan bo'lsa endi yaqindagina uylanaman deb keluvdingiz. Kelini ko'raylik-chi. Yuring endi. Qayoqqa otlanuvdingiz? Qayoqqa otlanman? Iltimos sizlardan. Birpas jim turinglar. Menga xalaqit beryapsizlar. Telefonim yoqig'imida, negadir hech kim qo'ng'iroq qilmayapti. E'tibor berdingmi? U ko'ylagimni mehr bilan dazmollayapti. Senga shunda tuyulgandir. Mayli. Ko'ylagimni dazmollab Qayoqqa? Bugun sanikida qolmoqchi edim. Qarshi emasmisan? O'yin xavotir olmaydilarmi? Sanikida qolishimni aytaman telefon qilib. Sen qayergadir bormoqchi eding. Bemalol damini olib kel. Men xizmatkoring bilan jo'mrak tuzataman. Qarindoshim bo'lmaganingda. Nima? Sen mendan rashk qo'shsam? Esing joyidami? Rashk qo'shsan. Sevasan! Dazmol qilib bo'ldim. Bugun negadir juda ma'yussiz. Chehrangiz ham ochilmadi. Bilaman, menda unchalik ko'lingiz yo'q. Uni ko'ngli menda-ku, ahmoq. Ha, aytgancha, to'yimizdan keyin albatta asal oyini haligi uyga kira qoling. unashtirish marosimini Mayli, xayr. folbinni aytishi bo'yicha haligi To'y? Ha, kuyov bola. assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Ha, tiring. Rahmat, men bora qolay. Ha, xo'p, uyinglarga salom ayting. Oydin! Voy, Oh. Alaykum Oh. Karima xolani o'g'li-yu. Turmushga chiqyapsizmi? Men sizni hech kimga bermayman. Xoli, Ha? eshigimiz tegdi. Laycha kuchuli vovullab qoptimi? Siz aralashmang. Nima aralashmang?
O, menga qara. Xolajon, Nima deyapsan, menga qara. O'zing Xola, uylashga buni uylanmay. Aytdim dedim senga. Uylashga uylanmay. Jiyanim hayotini buzmoqchimisan, ha? Sarlashma. Menga Ayolingizga qarasan, qarab bola. o'tirmayman. Sen men bilan o'ynashma. Mani majbur qilmang. Xolajon, Menga senga iltimos. Chiq dedim senga. Qara senga. Mani majbur qilmang. Xolajon, urmang uni. Xolajon, Bilan o'ynashaylik, ha? Qo'ydot! Ha, ikkinchi bor buni aytadi, ha? O'rtada qora boqa chiqadi deb. Bo'plang. Qiz bola bamisoladir gul g'unchasi. Unga teginsang, yaproqlarini birma-bir ochishni boshlaydi. Lekin bir kun kelib, bu ham so'nadi. O'shanda bog'bon boshqa gulni uzib oladi. Boshqa gulni. Gullarga rahmim keladi. Chunki men o'sha bog'bonman. Eshikni taqillat. Tur. Shuni qaytarib turinglar. Voy, Oydin opam qoldi. Oydin opang to'ydan keyin keladi. Kech qolding, kir. Senga aytdim-ku, molni hamma tochka tarqatgin deb. Asipa, paynetga pul to'ladingizmi? Ha, telefoningni yoqib ko'r. O'rgilib ketaysan-da, o'ynaning. Qizlar, Yaxshi o'tiribsizmi? agar shoshayotgan bo'lsanglar, Yo'q, biz sizni kutamiz. Yonimda. Qalaysiz, yigitni guli? opagina. Bormisiz? Ha, yuribsizmi? Qani. Jonim. Ja, bu boshqacha-yu, formula. Haydi. Qoyil. Menga qarang, men ham bir soch pochimchi. Nima edi? Ko'tarib oling, tushib qoldi. Prichoska qilib olaydi. Gap bo'lishi mumkin emas. Hozir bir pasda to'g'rilaymiz. Doni, bu yoqqa qarab bor. Yuring, ichkariga kirib odamga janoq Doni, bo'ladi. mijozga qarab bor. Bo'pti. Hali o'zi ishlab bo'pti. Rahmat. Kalchan toshi bor ekan. Toshmas bu gavhar. O, Mana bu, o'tiring, iltimos. ja boshqacha-yu, ha? Ha, bu bizni apartamentda kabinetim. Shuga boshdagi bir parcha jun ulguri prichoska qilib qo'ysan deb kelgandim. Bir parcha jun emas, opaginam. Sumbul sochlarimmi deng? Yurishingiz bor ekanda bugun, Sapur opa? Anu jiyanim bor edi-yu. Sani qarindoshing tashlab qochgan. Xo'sh, o'sha jiyanimichi bitta so'taqulga unashtirib qo'ydik. Ha, endi senga Zo'r-ku? bizni jiyan narasxvat ketadi degandim-ku. Gap yo'q. Boshim osmonga yetdi, opaginam. Tabriklayman. Rahmat uka.
o'sha jiyanimni tug'ilgan kun. O. Zaatno unashtirish marosimini ham отмечать qilamiz. Qani, davay olib kel. Bo'ldi. Anu, aytgancha, Hezim qarindoshing bor-u. Uchrashuvdan qochgan. Xo'sh. O'sha qarindoshingni emelatib yubordim. Naglilik qilib, jiyanimcha Oydinni. Hech kimga bermayman, o'laman, qolaman deb barzet qilib desa bo'ladimi? Voy dedim. Yo'q. O'sha qiz sizni jiyaningizmi? Ha? Meni jiyanim de Oydin. Jiyaningiz turmushga chiqishga rozi bo'ldimi? Qizimiz aka, birovni so'rab o'tirarmidi? Glanishda biza rozi bo'lsangiz bo'ldi uka. Qanaqaga tozasidan ekan u, Bilasizmi? Siz o'tirib turing, men hozir shunda mijozlarga. Bemalol. Voy, is ketdimmi deyman, a? Ammo bu men jiyaningiz. Voy, sho'rimiz quridi jiyanjon. Rosa kalda yesa ham gapidan qaytmayapti. O'sha qizni deyapti-ya. Voy, bir ilojini qilgan. Endi uylanaman devdi-ya. Voy, ilojini qil. Tushundim. Qalay? Yaxshi o'tiribsizmi? Saproxon opa. Siz erkaksiz-a? Gaping bormi, uka? Aytmoqchimanki, xarakteringiz. Gapirur ukam. Bo'ldi, aka. Siz haliga urgan qarindoshim Yodgor bor-ku. Xo'sh. Gapiraveraymi? Gapir, uka. Oo. Siz haliga nimadan boshlasam ekan, Sapur opa? Bilasizmi, go'zalsiz. Aytaveraymi? Cho'zmi, uka? Endi bo'ladigan gapni gapiradi de. Portlamasangiz bo'ldi. Unday bo'lsa, aytganim bo'lsin. Qarindoshim bilan jiyaningiz bir-biriga ko'zini sal kattaroq ochib qo'yibdi-de. Nima demoqchi bo'lganimni o'zingiz yaxshi tushundingiz shekilli. Nima deding? Nimayam derdim. Ochig'ini aytganda, ikkalasi ham beboshlik qilib qo'yishibdi-de. Sapur opa, go'zallashib ketyapsiz. Go'zallashyapsiz, unaqa qilmang. Sevib qolaman bo'lmasa, Sapur opa. Men bilan unaqa hazillashmang. Ko'rgiling opajonim, ko'rgiling. Sharbanda bo'ldik, sharbanda. Tag'in bechora qizni tergab o'tirmang. U ham qiynalayotgandir. Bo'ldi, opagina, yig'lamang. Menga qara aldamyapsanmi? Kecha urganingizda Oydin urmang demadimi? Dedi. Ko'rdingizmi? Yaxshi ko'radi-de. Siz uni bolasini, otasini urasiz, urmang demaydimi? Bola. Qanaqa bola? O'ldiraman uni. Odamlar eshitsa nima deydi? Menga qara. Senga kim aytdi bu gapni? O'sha kezim aytdimi? U kezim emas. Kezim bo'lganda shu ish qilarmidi? Sharmanda bo'ldim. Ey, opagina. O'ldiraman. Yig'laysizmi endi yo'qmi? Bo'lar ish, bu bo'ldi. Tekshiraman desangiz, meni doktorlarim bor, ana u. Cham, sharmanda. Voy, birov eshitmasin. Birovni oshini birov yemaydi. Ikkalasini boshini qovushtirishdan boshqa ilojimiz yo'q. Tushundingizmi? Gapirsangiz, bu iloji bormi? Kechagidan keyin jiyanimni hech chiqarmay qo'ydik. Stroga охрана.
Uchrashtirmasak bo'lmaydi ularni. Bir ilojini toping. Shu ertaga bo'ladigan tug'ilgan kuniga hamma dugonalar kelishadi. Voy, faqat qizlar o'tdi. Qatta? Tog'asinikida. Menga qara. Endi nima qilsang qilasan, tushundingmi? Ko'zim ko'r, quloqim kar. Voy jonim, endi opamga nima deyman, opamga? Chiqib akam sezmasin. Sezmaydi. Kelishdik. Voy, o'sha kuni rosa yaxshi o'tirdik-a qizlar. Rosa ovora bo'psan-da o'zi Voy, ham. qizlar yaxshi o'tiribsizlarmi? Olinglar. Olinglar demaysan. Hozir shoshmang xola. Shahlo, bizlar rasmga olib qo'y. Non ushatdi. Shunda olib qo'ying rasmga. Olinglar. Olib turinglar. Salom. Biz keldik. Yo'qoydi. Chiroyli ekan, ko'yliging dugonajon. Ha, bu men jiyanim Oyna. Salom alaykum. Xursandman. Tanishib qo'y. Bular meni tovarimni realizatsiyaga oladigan klientim. Bular meni masterim. Muborak bo'lsin. Tabriklayman. Rahmat. Rahmat. Tabriklayman. Rahmat. Yaxshimisiz? Mani ismim Talxo. Bu Orzu. Yaxshimisiz? Man Action Prestige прическалari bo'yicha xalqaro toifadagi masterman. Tak что прическа yoki imij kerak bo'lib qolsa, bemalol menga murojaat qilavering. Rahmat. Yaqinda to'yingiz bo'larkan eshitdim. Sizga прическani o'zim qilib beraman. Voy. То есть chet elda bo'laman demoqchi edim. Marhamat, qani o'tiringlar. O'tiringlar, o'tiringlar. Xo'p, sizlar o'tirib turinglar, men hozir kelaman. Olishib o'tiringlar. Julia Roberts to'ydagi прическasi bormi? Mani ishim. Shunaqa deng. Shundan keyin Yevropadagilarning qiziqishi menga ortib ketdi. Shuning uchun tez-tez chet elga borib kelib turaman. Qiziq odatlari borda yigitimi? Hey. Agar unga uylansam, sevib boshimni ko'tarib yuraman. Uylansang, qo'lingni ko'tar. Boshingga o'z chiqib oladi. Nima dedingiz? Dugonangiz kam gap ekanlarmi? Ha, bumi? Buni joni dili kurash. Yo'q-e. Sal tomog'i og'riyapti, shunga kamroq gapirish kerak. O'xshavotdi. Mazalari yo'q. Kurashchi sportsmen qizni birinchi marta ko'rishim. Qizlar zerikib qolmadinglarmi? Siz? Bore. Nima ish qilganingni bilasanmi o'zi? Nima ish qilayotganimni yaxshi bilaman. Qiz bolani shaniga dog' tushirib uylangandan ko'ra, uylanmaganim yaxshi. Men-ku mayli u qiz bola bo'lsa, uydagilar nima degan odam bo'ladi? O'zinglarni to'g'ri bo'lsang aytmandami? Mana bu masxara bo'lsa nima kerak bordi? To'yni boshqa yo'l bilan to'xtatishning iloji yo'q edi. Uyingda oyog'ingni osmondan qilib, boshqa qizga uylanmayman deyish oson. Qo'lingdan nima keldi? Ayollardan kalta yeb yuribsan-u, erkak. Nima deng? Men oriyatli yigitman. Sanda or bormi? Ha? San? Ha. Harom bilan.
halolni farqiga bormaydigan xotin bo'lsa. Mana sen. Mana. Yaxshilik bilan. Sen mana yuzimga loy chaplading. Endi men nima degan odam bo'laman? Aslida bu ish bo'lmagan-ku, to'g'rimi? Nima odamlar gapidan or qildingizmi? Men ammamga bergan va'dam ustidan chiqmoqchi edim, xolos. Ko'ngli siniq. Mehrga muhtoj ayollarga e'tibor bersam, bevalarga ozgina bo'lsa ham shirin so'z aytsam, buni nimasi yomon? Ayolga ayolligini eslatib turmasam, atrofni erkak bosib ketadi-ku. Ertaga armonda yashaganing bilan hech kim senga rahmat demaydi. Qizim o'zini o'zi aldab yuraveradi. Xotinbozlikka kelsak, men sen o'ylaganingdek buzuq emasman. Buvijon. Meni kechiring. Layli? Biz keldik. Tanimadingizmi? Voy. Cheki emas, Swiss Johnny. Oy. Voy. Qaniysan? Yaxshimisan? Hamma keldimi? Hamma. Qalaysan? Yaxshi, rahmat. Dasturxonni ham nomlab tashabsan-u. Mana buni ichib Voy. Dietam buzilib ketadi-ku, Layla. Mana bunimi? Yaxshi Tashavvurlarmi? O. Mana uni olib ketaman. Atrofdagi kapaliklar qani? Kapaliklarning hammasi ham qanotini kuydiradigan ahmoq. Xo'sh. Ketdikmi? Ketdik qizlar. Yura qolinglar. Bo'la qol, Layla. Taqillat. Salom. Assalomu alaykum ustoz. Biz kech qoldik. Uzr. Kech qolganlarni darsga kirgizmayman. Agar biz gul sovg'a qilsak-chi?
Hadicha, Mehribon tog'ajoningga aytib qo'ygin. Ko'zimga boshqa ko'rinmasinlar. Hadicha, darsga kir. Sizni lapashang desam, juda ham ayyor ekansiz-u. Lapashang? Mayirkiymi? Sizga endi tegmayman. Ovora bo'lmang. Buni hali ko'ramiz. Bu sizga. Nimaga? Chiroyli ko'zlaringiz uchun. U butunlay ketdi. Eshityapsanmi? Ustimdan kulib ketdi. Bo'lar ish bo'ldi. Menga tegmasmish. Tuhmatlaringni bir umr kechirmayman dedi. Unga endi sevgi izhor qilgandim. Lapashangmish mana. Uni sochlari juda chiroyli edi. Shoshma. Ana matematika tegib ketmasmikin, a? Nahotki u qizi bilan garov o'ylashgan bo'lsa? Yigitlar, Ha? yangi televizor o'rnatmoqchi edim. O'shanga o'lay, agar hech narsaga tushunmayapman. Hozir biz sizga qarashaveramiz. Voy. 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 Kim u? Erimni kelishiga yangi televizor oluvdim. Tavba, hech bu narsaga aqlim yetmasa-da. Salomat opa. Ha? Eringiz nimaga qamalgan o'zi? Batareya yorilib, suv toshib ketuvdi. Yo'q-e. Santexnik chaqirdim. Ha. Bechora suvni yopgunicha hamma yog'i shalabbo bo'lib ivib ketdi. Kiyimlarni yechib quritayotgandi. Erim kelib qolsa bo'ladimi? Shundoq ko'tardi-yu, balkondan otvordi-da. 3-chi etajdanmi? Ha? Bo'ldimi? Yo'q-a, Xudo asrasin. Oyoq qo'li sindi. Ha. Yaxshi bo'lmabdi. Voy. Voy, yerim. Masa ketdimi? Voy, tur tez bo'laring. Voy, tur. Chiqlaring tez bo'l. Shiq tez. Voy, bo'laring tez bo'l. Yotib ketdi. Balkon bor. Balkon. Chiqlaring Voy, bu yoqqa sig'maysan. Televizorni ham shu yerdan olib o'tib tez bo'l. Chiqlaring. Voy. Salomat. Eshikni och. Och dedim. Salomat. Nimaga eshikni ochmayapsan? Hozir mana ochyapman. Hozir mana. Qani u? O'ldiraman hozir. Voy, kimni aytyapsiz? Qani dedim senga. Kim? Nega eshikni ochmading? Voy. Sizni shuncha yil kutganimda. Eshikni oldida biroz kutsangiz, nima qipti? Eson-omon qaytib kelganingizga shukr. Yodgor yuzingga pasha qolibdi. Flor. Jinni xolku. O'zing qarab peshaningni poyez o'tibdi.
voy qo'yib yubor. Xo'sh, qizlar, g'alabamizni yuvamizmi? Senga nima bo'ldi o'zi? Sevib qolgan bo'lmagin tag'in. U sizlarga o'zini Joniman deb tanishtiruvmidi? Menga esa Jahongirman dedi. Buni katta farqi bor. O'zingizlar o'zingizlarga siylov. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Hadicha, nimaga yig'layapsan? Mani olib ketgani kelishmadi. Uyinglar qattaligini bilasanmi? Bo'ldi, yig'lama. O'zim olib borib qo'yaman. Sen yo'lni ko'rsatsang bo'ldi. Yur. Yana tez kirmayaptimi? Soch yuzi kesadigan qo'lim sindi. Nimaga keldingiz? Uyingizda bir narsam qolib ketibdi. Topdingizmi? Topdim. Nima ekan? U siz. Mayli Hadicha, endi men boray, xayr. Ustoz uyga kiring, bo'lmasam oyim yana yolg'iz keldim deb urushadilar. To'xtang, hozir chaqirib chiqaman. Ko'rmaysanmi? Palakatdi. Menga qara. Oyi nima dedi? Ha? Ering kelib qoldimi? Ha, mayli, ishingni qila qol. Bor qara. Keyin telefon qilaman. Assalomu alaykum buvijon. Va alaykum assalom qizim. Oyim qalla? Oyi seni maktabdan olib kelgani ketuvdi.
Sizga aytuvdim-ku, ustozim o'zlari olib keladi deb. Ha, esimdan chiqibdi de, mayli, qo'l pulingni ovqatingni beraman. Telefonni ovoringlar. Voy, kim bor? Telefon jiringlayapti. Nima eshitmayapsizlarmi? Voy, nima uxlab qolganmisizlar? Voy, siz O'chdi. nega o'chdi? Vaqtida ko'tarmadik. Kechirasiz. Men bu ahvolda meni ko'rgani keldingizmi? Sizga nima bo'ldi? Ha, yiqilib tushdim. Qayoqdan? Do'stim bilan bir yolg'iz ayolning uyiga kiruvdik. Keyin shirinlik yedik. Juda shirin ekan. Mazasi og'zimda qoldi. Keyin qo'lim yaladi. Rosa qitig'im keldi. Kim yaladi? Albatta do'stim emas. It yaladi. Agar ani yolg'iz ayolni erkib qolmaganda, biz balki balkondan tushib ketmagan bo'lardik. Tag'in ham bizni Xudo bir asradi. Siz Oydin. Razil odam ekansiz. Nimaga unaqa deysiz? Oydin. Menda yurak bor, katta yurak bor. Oydin, u yerga sizdan boshqasi sig'masa, nima qilay? Oydin. 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 Tog'a, quvun churdizu. Siz hali ham o'sha albomdagi loq ekansiz. Judayam ochilib ketibsan, Joni. Judayam. Nima? Kimga qaravsiz? Atrofimdagi qizlarni ko'rib, sandek malika bilamayotganimga ishonmayapman. Ketdik. Salom bolalar. Qani, prichotgan yoqdimi? Ha, yo'qda. Bu eksklyuziv. Yo'q. Faqat sen uchun. Voy, qochib ketma yana. Qani yurimda. To'g'risini ayting. Kelini chaqirib o'tdingiz. Senga libosing bilan o'qitgan bo'lsin. Hozir. Ko'ylagingiz bilan chiroyli ekan. Menga Tinchlikmi? qara. O bola. Qonu salaga. Kelmadimi? Sendan so'rayapman. Qonu va. Hozir Mana keladi. jiyanmi? Bitta Bu bitta gashli bo'lsa cho'ging. Shuni desangchi gapimga. Sapurib. Kelmagan. Endi osmondan tushadimi? Osmondan tushadi. O men bilan o'ynashmalarding. Qarasangizchi. Shundan kulasanmi? Qarang dedim. Oydin, sizni sevaman. Sevaman, eshitmayapsizmi, Oydin? Oyijon, faqat shu qizga uylanaman. Sevaman siz, Oydin. Mana. Yigit kishini boshidan do'ppi tushmasa hech ham. Baxtli bo'lgin. Baxtli bo'linglar. Qale. Ay boshim. Baxtli bo'linglar. Rahmat. Bo'pti. Siz meni qil paytlarim. Nimaga kech qoldingiz? Bossam, mayli. Nima? Ay!
Jonni sizmisiz? Ha, man. Men bitta o'g'lim bor. Adresingizni bilsam bo'ladimi? Jonon.uz